Testosteron. Ko'pchilik testosteronni haqida ko'tarish haqida o'ylaydi, lekin testosteronni baland miqdorda ushlab turish haqida ko'pchilik o'ylamaydi. Ko'pchilik yoshlarimiz keladi, menda testosteron pasaydi. Qayerdan pasaydi? Qayerdan bilasan? Jinsiy zaiflik, buning sabablari ko'p. Testosteronni ko'tarishni 3 yo'li bor. Birinchisi dorilar bilan, ikkinchisi sport bilan, uchinchisi ovqatlanish bilan. Dorilar bilan bo'lganda, unda albatta buni sxemasi bor, sxema bo'yicha qilinadi. Buni me'yordan ko'p iste'mol qilinganda, qabul qilinganda moyaklarda kichrayish, atrofiyaga uchrash kuzatiladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, bitta mahallada un ishlab chiqaradigan zavod deymizmi bo'lsa, masalan, kuniga 1000 qop un ishlab chiqsa, mahallada bitta magazinchi boshqa bir mahalladan 500 qop un olib keladi. Bu zavodda ishlab chiqish hajmi keskin kamayadi. Keyin ishlab chiqarish hajmini kamaytirib boshlaydi. Bu degani shu moyaklarning ham kichrayishiga sababini misolda ko'rishingiz mumkin. Keyingisi sport. Bunda sportdan to'g'ri sport turini tanlash kerak. Sport zaliga borgandan keyin master bilan, tushunadigan master bilan birgalikda bajarish kerak. To'g'ri bajarish kerak. Birinchi yugurishdan boshlash kerak. Yugurish bo'lganda kamida 20 minut yoki 3-4 kilometr bo'lish kerak. Peshonadan ter chiqish kerak. Buni begovoy doroshkani balandligini 3, tezligini 5, 6, 7, endi yoshingizga qarab albatta bu belgilashingiz mumkin. Kamida 20 minut yugurish kerak. Ko'pchilik 5 minut piyoda yuradida darhol og'ir toshlarni ko'taradi. Yo'q, 20 minut yugurish kerak. Keyin og'ir toshlarni 3 boshli, 4 boshli muskullarni zo'riqtirib ishlatish kerak. Masalan, toshni ko'targan holda o'tirib turish bu ham bo'ladi. 2 boshli, 3 boshli muskullarni ishlatish zo'riqtirib, sal charchagandan, sal og'riq bo'lgandan to'xtatmaslik kerak, oxirigacha ko'tarish kerak. Keyin uchinchisi to'g'ri ovqatlanish. Tashqaridan biz kaliyga boy, magniyga boy, sink, albatta sink bu testosteronni ko'tarishda muhim rol o'ynaydi. Kaliy ham shunaqa. Biz baliqda kaliy moddasi ko'p, baliqli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishimiz kerak. Keyin go'sht mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish kerak. Keyin banan yeyish mumkin. Bananda ham kaliy moddalari ko'p, bizga yetarli darajada bor.